Usta aka, endi moy oqmaydimi? Umuman oqmaydi, menja u. Rahmat. Xayr. Levachami? Levacha suv bo'lgan jo'qki. Quloq bo'lk. Juma aka, men uni usta bo'lsa berasan, umuman mashina kelgan yo'q deng. Böyle tahtayma. Yani bile o'qib bilan qiymat o'tirib menga qizil pul berdi. Men jo'ra kesin bo'lga aytaman, hammasini aytib beraman, gadlaydi keyin. Jo'ra kelingmi? Ha, kelim, tinchlikmi? Ertalab bitta ayol keldi. Ha. Taydan nimadir o'qiyotgan ekan. Shu bitlar yaba ko'p kirib nimadir qildi tayiga. Sen nima qilding? Elat o'berdi-da. Inonmayman. Birga ishni barakasini qo'chilib. Sen nima qilding? Yerga qizlar o'tgan nimadirlar qilib o'tsan. Sizlar aka hech narsa qilganimiz emas. Ertalab bitta qizcha keldi. Shu mashinani tayina yo'q qo'yapti ekan, shuni tuvlab berdi. Mashinada yo'q qaytgan ekanman. Ha. Jo'ra, men ayollar degan jo'qku. Usta aka, mashina zavat bo'lmayapti. Nimaga zavat bo'lmayapti? Yur qani. Ertalab birga ayol yana kelibdi, nima? Shunday dekonga aytang, biz orqasida itanamiz. Ke qani? Ikki shu orqasida itarib o'tdi, ha? Jo'raga qarabdi. Aka, o'zingizda telefon olsam arzonroq bera olasizmi? Albatta arzon qilib beramiz akajon. McLaren do'konimiz 7-8 yildan beri ish faoliyatini yurg'izadi. Samarqandda 3 ta filialimiz bor. Undan tashqari kafolat sifatida garantiyalarimiz bor. Naqdga ham, muddat to'lovga ham 30% boshlanish to'lov qilib, bemalol xarid qilib ketishlari mumkin. Alo, Jo'ra? Ha, Juma? Ertalab kelgancha yana keldi. Nima keladi? Shogirtlar nima qilyapti? Ikkita shogird bo'ldi, dekonolog itarib o'tdi. Qanim bitiruvchilar, qani? Ayno dekonologa. Qaysi itardi? Eko sen itarib o'tdi. İnanın buna. Desene itaratacağım. Su, nimani aytyapsiz? Biz mashina itardik. Mashina itarlandimi? Ha. İnanın bu Juma. Jo'ra men ayol degan jo'qku. İnanın. Juma, mama pullo haydi. Enang aytgan qiz bilan uchrashuvga chiq, tushundingmi? Biron joyga kirib, ovqat jingla. Sen ishtima zakaz berma. Sen zakaz bersang, kachishka jinjak makaron zakaz berasan. Qizga o'zing ayt, nima zakaz qilsangiz men ham shundan jeyavraman de, ha? Baxtimga shu lavaz bor ekan, kissam quruq qolmaydi. Ha, do'konni yopinglar, men ham ketaman. Juma aka, usta sizga kam pul berdi-da? Uka, qaydan kam beradi? O'q bilan bitta berdi. Ana shu bitta o'q pulingizni 3 ta ko'kiga almashtirib beraymi? Ha, bu galmula meni garang deyapsanmi? Nimaga? O'tchalikda 3 ta bersang beraman-da. O'lla siz 3 ta o'tchalik deysiz, men bermaymanmi? Mana. Ha, mana. Ko'rdingmi? Men ham garang emas. Shunday yaxshimisiz? Ota-enangiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Aboqlar yaxshi ochib oldingizmi? Hazilni-piniqlar sevib, ha? Sepdik. Assalomu alaykum, nima buyurtma berasizlar? Sen ishtima zakaz berma. Sen zakaz bersang, kachishka jinjak makaron zakaz berasan. Ha, o'zing birovga buyuraring, nima desang men ham shunday beraman. O'zingiz aytavering. Bo'lmasa o'rdak sho'rib olibsang. O'rdak sho'rva? Hozir olib kelaman. O'rdak sho'rva deydimi, ha? Puli ko'pga o'xshayapti-yu, lekin ko'rinish tortmayapti-da. Omadim keldi shekilli. Aytgan zakazlaringni olib keldim. Mana o'rdak. Mana sho'rva. Sizlarga yoqmasa. Bu o'rdak sho'rva emas-ku. Mana o'rdak, mana sho'rva, o'rdak sho'rva-ku. Aka men nima, garang deb o'ylayapsizmi? Men yoshligimdan bo'lsa o'rdak sho'rva yeyman. Ha, bilmaydi o'ylaysizmi? Voy aka. O'rdak sho'rva katta kasaga suvni solib turib, non to'g'rab bersangiz o'rdak sho'rva bo'ladi. Ha, o'la qishloqqa o'rdak sho'rva desang, men seni bir puldor bola deb o'ylabman. Bu gamlar puli yo'q o'ylasammi? Baba qizil pulni ko'ryapsanmi? 3 ta o'tchalik bor, tushundingmi? Taytugim bilan sotib olaman. Sen nima deyapsan meni? Bitta salfetka bilan taglik olsak bo'ldi ekan. Usta bu. Chicago tagliklardan olsangiz o'g'lingiz mazza qiladi. Yo'q-ey. Yaponiya texnologiyalarida ishlab chiqarilgan. Osilib qolmaydi, qichishtirmaydi, achishtirmaydi, arizgiya bermaydi, yo'llardan osilib chiqib ketmaydi. Telefon keladi. Alo, Jo'ra? Ha, Juma? Menga kam pul beribsanmi, nima? Nima kam pul beraman senga? Hop, unangning bilan taytug bilan sotib olaman desam, qizil pul 3 ta taylasam,
Urib tevib chiqarib berdi. Qizolga yer bilan bitta bo'lib qolibdi. Ha men senga o'q pul berdim-ku. Aytgan sho'jag'un qizil pulga o'tchalik alishtirib beradi uni. Usta bu, men bitta to'qib ko'rayqan yo'llarda chiqib ketmasa sizga aytaman. Nega qiynayapsan shunchaki? Aka, xotin taksiga o'z bo'lganda bitta Jumaga jiddaman deb bersinlar. Aka, uni joygaman. Men birovni xotiniga qanday jiddaman deyman. Juma ayt. Jiddaman. Gazlayman deb bersin. Gazlayman. Menga charpa qilib berayman. Akalar 1 million bo'lsak Jumanazarga mashina podarka qilaman. Akalar, sevinglar, papiskani zichlab bo'lsinglar. Nima deb yozay aka? Aka, shkametadagi erkak desa shu mashina Jumaga ber deb yozing. Erkakmisan deb yoz. Nima deb yozay? Ya, men unda yozaman. Ani. Labzingga tur deb yoz. Ha, Sho'xo'jaxon? Ha, taksi ko'zderi men qatori ekan. Nima qilasiz siz qatori bo'lsa? Men qatorilar farzandli bo'libdi, Islom aka. Men qachon uylanaman? Ha, sizni ham uylantiramiz. Mani bo'yimga mos qiz bormi, Islom aka? Bilib turib so'raysiz, a? Assalomu alaykum, blogerlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Ming bor uzr gaplaringni eshitib qoldim. Siz bu bitta kelin bo'ldi, qo'shnim bo'ladi. Yo'q, Ha, faqat bitta joyda reklama qilish kerak-da. Lekin pulini beraman. puli kerak yo'q. Qayerda reklama qilish kerak? Ketdik. Yuringlar. Samarqanddagi eng yirik beton va plita ishlab chiqarayotgan zavod. Mana shu yerda reklama qilish kerak. Bo'ldi, reklama qilamiz. Ha, anu aytgan qizchangizni soch uzdimmi? Ya, sochimi yerga tegadi edi. Qani yuringlar bu yoqqa. Bu zavodimiz har qanday hajmdagi beton va plitalarni bir kun ichida yetkazib beradi. Ana shularni ham aytib o'tish kerak. Bu zavodda barcha turdagi maxsus texnikalar mavjud va yetkazib berish xizmati ham bor. Samarqand viloyatining barcha nuqtalariga jamoaviy bo'lib borib, konsultatsiya o'tib, bepul maslahatlar berib keladi. Mana shuni ham aytib o'tish kerak. Menga qarang, anu aytgan qizchangiz chiroylimi? Ha, bo'ylari uzun, ko'zlari ko'm-ko'kkina. Yo'q, ko'zlari ham ko'kmi? Hozir reklamani onasini emdirib kelamiz. Rasmotida ko'ribsizmi? Ammo yebdi-ku, men bir telefon qilay, boramiz deb. Vaqting ham ochildi. Xudo bo, biz borayotgandik-da. Nimaga? Nega unday bo'ladi? Ishlaymi? O yeralachiga erkak ketdi. Uni ham nima ko'rsam? Iplosni, yeralini ham gazlayman. Seni ham gazlayman hozir. Akalar, jo'raman aytibdi, shu 1 million bo'lsa deyapti, mashina beraman deyapti. Bitta bosib beringlar, pullarga bosma. Meni asabim buzmanglar, tevib ketaman. Agar 1 million bo'lsa deyapti, chiri bilan berapti. Dangal javob, tilimga javob deyapti. Bitta pataga masalan, kimga pataga qilasizlar? Bunga bak. O'lakam, yo'limga chiqib bitta 1 million berdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ey, meni ham jo'nimga tegdi. 5 begona odamlar telefon qilib, o'xsham telefon qilib, Jumaga bering shuni deydi. 1 million bo'lsin desam, bo'lmasa ham ber deb jotdi-da. Men bu odam qaydan keldingiz? Qozog'istondan keldim. Qozog'iston tashlab keldim. Men Jumanazarga mashina demasan ketmayman shu yerdan. Juma nima bo'lyapti? Men o'zim tanglab ketdim. Qachon 1 million beradi? Menga qara. Mana hozir Xudoga qarab gapirib. Mana shu mashinani senga bersam, menga mashina bormi, yo'qmi? Nasib bo'lsa senga ham olib ber. Nasib bo'lsa, lekin taylab ketmayman. Ana, bu taylab ketayotgan bolalardan emas. Mana tilim kechib kelsa kechib ketadi, tashlab ketmaydi. Avval hazilki. Nasib bo'lsa 1 millionga juda ham kamqonlik bitta podpiskalarni bitta bo'lsinglar, shu bachchaga men podarka qilaman mashinani. Как положено. Hamma xohlayapti, hamma juda ham ko'pchilik telefon qilyapti, endi ber endi shu bachchaga mashinani deyapti. Ha, beraman 1 million bo'lsin. Ha, ber endi bo'lmasa ham ber deyapti. Meni niyatim berish, akalar, berish. Bitta juma uchun podeshkani bosinglar, podpiskalarni bosinglar, nasib bo'lsa Jumanazarga mashina podarka qilamiz. Lekin bittani no tarafi bor, bitta nima dedim-ku? Короче bor-ku, ey, dadamga yoki jo'ramga deb yozadi-ku. Men unday deb yozmayman lekin. 3 ta variant bor, kommentariyaga yozinglar. Birinchisi, bu bo'yichaga deb yozamiz. Ikkinchisi, jiddaman deb yozamiz. Uchinchisi, gazlayman deb yozamiz. Nima deb yozsang ham bersang bo'laydi. Bosinglar deb qo'y. O'lig'iday qani mazarimni o'lim mana ne bo'lib ketadi. O'lim ayna. O'zi
deb Bekarda aytibsan, kuchukday bo'lsa yapti, ishtimaga o'xshamay. Yomon ketyapti. Nima bilan bilmayapman. Bo'lsang nima bilacha, voy. Meni qo'lim bilan tiyapman, o'ylashim. Qo'lingda bo'lsinglar, lekin bularga bosmanglar, asab buzmanglar, lekin bu qurislar. Juma nazariga podpiskani bosinglar, nasib bo'lsa podarka qilamiz. Sizlar bilan birgalikka hammani kayfiyatini ko'taradi, bu bachani ham bitta kayfiyatini ko'tarib qo'yinglar.